Assalomu alaykum hammaga. Tovuqlar uchun mana temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini sizlar bilan bo'lishamiz albatta. Qafasimiz uzunligi 2 metr, eniga 1.20, balandligi 1.60 santimetrga ajratilgan. Tovuqlar uchun temir qafasimiz. Setkalari ham mana baquvvatli mayda ko'z qalin setkalardan bo'ldi. Zakazga tayyorladik. Qafasimizni mana ichlari MDF tekstalitlar bo'lgan, suv shimmaydi. Taglari patloq, baquvvat bo'lgan. Don idishlari mana splashnoy, juda ham chiroyli, ochilib yopiladi. Va yonida tuxumlash xonalari, raddonlari joylashgan. Ikki tomonga ajratganmiz buni ham. Shu yerga tovuqlar kirib tuxumlaydi va tuxumini tashqaridan olish imkoniyatiga ega bo'ladi odam. Bemalol olib shu yerdan foydalansa bo'ladi. Qafasimizni Namangandan Andijon viloyati Baliqchi tumaniga zakazga tayyorlab berdik. 2 million so'mga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Nomerimizni pastda qoldiramiz. Rahmat hammaga.